Man har doim homilador bo'la olmayotgan ayollarni konsultatsiya qilganimda, ya'ni bepushtlik. Ko'p holatlarda u ayollar mendan konsultatsiya qilib bo'lganimdan keyin, tashxis qo'yib bo'lganimdan keyin folikulometriya qildiraymi deb so'rashadi. Men yo'q deyman. Ular hayron. Hamma doktorlar har oy folikulometriya qildirishadi. Folikulometriyaga nega bormayman? Folikul o'sayotganini qanday tekshiraman deb so'rashadi. Men aytamanki, har oy folikulometriya qilganingiz uchun ham siz stressda yurasiz. Voy, folikul o'sdimikin, o'smadimikin? UZI vrachdan so'raysiz. Yo'q, bu oy bo'yingizda bo'lmaydi, folikul o'smabdi degan javob olasiz. Ko'chada mashinada kutib o'tirgan erimga nima deyman? Uyga borib qaynonamga nima deyman? Bu oy ham bo'yimda bo'lmas ekan deb tushkunlikka tushib, stress holatiga tushasiz. Shuning uchun men hech ham bemorlarimga folikulni tekshirishga, ovulyatsiyani induksiya qilishga va har oyda folikulometriya qilishga ruxsat bermayman. O'z holiga qo'ying. Agar siz sog'lom bo'lsangiz, mana shu gormon bo'lmagan men bergan dorilarimni vaqtida iste'mol qilsangiz, folikul o'zi o'sadi, o'zi yorilib ovulyatsiya bo'ladi va inshaalloh homilador bo'lganingizni bilmay qolasiz deb aytaman. Qancha ko'p UZIga borsangiz, qancha ko'p stress holatiga tushsangiz, buni hammasini miya orqali tormozit qilib qo'yasiz deb aytaman.